300 ming dollar yo'qotganingizdan keyin o'zingizni qanaqa his qilgansiz? O'zimni to'g'risini aytaymi, yolg'on gapiraman. Hop, yolg'on gapiradigan bo'lsam, hech nima qilmaydi, yana pul topaman deganman. Agar to'g'risini aytadigan bo'lsam, siqilish bo'lgan, конечно. 5 yillik meni vaqtim, mehnatim ko'z oldimdan o'tib ketgan. O'zi aytganingizdek, Imron Qo'ziqqa o'xshab rosa pulni yiqqan ekanman. To'g'ri, kerakli joylarga ishlatganmiz. Endi bu narsa rizq ekanda. Shu yo'qotganimdan keyin deb adashmasam 1 oycha shu o'zimniki emasdan ichkilikka berilib ketib, 1 oy mobaynida mehmonxonadan umuman chiqmaganman. Men qiziq bir chet elda bo'lgan bu narsa. Turkiyada bo'lgan, ha. Juda ko'p siqilishlar bo'lgan, xullas. Chalg'ish kerak bo'lgan. Ustozlar aytishgan, "Sen chalg'ishing kerak" deyishgan. Shuning uchun boshqa biznesga o'zingni urib ko'r deyishgan. Hamma pulim bo'lmagan, to'g'ri, o'shanda. Lekin shu 30 ming dollarcha pul bo'lgan. Shu Turkiyada gostinitsa biznesi bilan, ya'ni mehmonxona biznesi bilan shug'ullanganman. Keyin sekin-sekin o'zimga kelib, yana tradingga qaytib keldim. Endi bu 300 ming hamma pulim bo'lmagan. 500 ming dollarga yaqin pul bo'lgan. Uyga tashlab ketgan pullarim ham bo'lgan. Lekin asosiy mehnat baribir ham shu 300 mingda bo'lgan. Endi nima qilamiz? Siqilib boshqa narsa yo'qotganimizga alhamdulillah yana topamiz. Inshaalloh, Xudo xohlasa topamiz. Shu yo'l bilan chiqdikmi? Shu 300 mingga men yana qaytib chiqmaymiz. 8 oyda 100 dollardan 100 ming dollar bo'ldi. Endi bag'iga yana 200 ming topib qo'ysak bo'ldi. Shuni o'zi yetadi. Shu hozirgi vaqtda yo'qotgan hamyoningizni qiymati qancha deb o'ylaysiz? Siz yarani ustiga yana yara sepadigan qiliqlaringiz paydo bo'libdi siz ham. Mayli. Juda katta o'zgarish bo'lmadi. 2024-2025 boshlarida Bitcoin bitta 127 minggacha ko'tarilgan vaqtlari, maksimumda yangilagan vaqtlari, o'shanda portfel 670 ming dollargacha chiqdi. 70 ming. Ha. 670 minggacha chiqdi. O'shandan keyin ko'ramizmi, baribir yo'qotish bo'lgani bilan mehnat ketgani baribir. Baribir kuzatuv bo'lardi. Oxiri o'zimni yuragimni siqib oxiri mana shu portfel adreslarni polni esdan chiqarib o'chirib yubordim. Shuni umuman eslaganim.